Ayzortol 58,000 AQSh dollariga 33 kvadrat metrli bir xona, ikki xona qilingan super lokatsiyada joylashgan, ya'ni Chilonzor metroga 5 daqiqalik yo'l. Xo'p, bu xonadonimizni tez tanishtirib o'taman. Bir xona, ikki xona qilingan. Mana bu yoqda mana balkon qismimizga oshxonamiz chiqarilgan. Umuvalniy mana moykalarimiz, xolodilnik, vitishka, gaz qurilmalarimiz joylashtirilgan. Bu yoqda bo'lsa mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Yumshoq mebellar, Samsung televizorlar, bu yoqda bo'lsa o'zini garderobni shkaflari va konditsionerlari qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa mana kiraverish qismimiz bo'ladi, ya'ni podyezdan kiraverish qismimiz va bu yoqda bizning sanuzilimiz bor. Vanna, umuvalniy, kir mashina hamma narsa qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa hojatxonamiz razdельный qilingan. Planirovkasi o'zgargan, lekin juda ham shinam qilib qo'yilgan. Bu yoqda bo'lsa bizani kichkina bo'lsa ham yotoqxonamiz bor. Bu yerga o'zini yumshoq matraslari joylashtirib beriladi. Sizlar kelguningizcha bu qo'yib qo'yiladi, aniq. Bu yoqda bo'lsa garderobni shkaflari va tashqariga qaragan oynalari bor. Lokatsiya juda ham cho'tki, o'rtoqlar. Arzon narxda, shinamgina, zo'r lokatsiyadan uy qidirayotgan tanishinglar bo'lsa, tez-tez jo'natib qo'yasizlar.